Assalomu alaykum. Bugun navbatdagi video darsligimizni yozamiz. Bugungi mavzuyimiz bolalarda stress. Mavzuni eshitib sizda ozgina g'alati tuyulib savollar bo'lishi mumkin. Nahotki bolalarda ham stress bo'lsa degan. Albatta. Chunki stress so'zi aslida u qadar bir faqatgina negativ xususiyatlarga ega so'z hisoblanmaydi. Stressning birinchi belgisi bu himoyadir. Agar bolalardagi stress mavzusi sizga qiziqarli bo'lsa, videomizni kuzating va albatta kommentariyada fikrlaringizni qoldirib, like bosing. Chunki bu bizga motivatsiya beradi va mavzuni, ya'ni mavzularimizni seriya tartibda davom ettirishimizga va sizlarga manfaatli bo'lgan videolarni taqdim qilishimizga yordam beradi, inshaalloh. Xo'p, bolalarda stress u qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Umuman bolalardagi stressning sababi nimada? Odatda onajonlarimizdan shu savolni juda ko'p olamiz. Qanaqa qilib bolalarda stress bo'lishi mumkin? Nahotki ular nimadadir qiynalsa, biz ularni boqsak, biz ularning barcha ehtiyojlarini qilib bersak, biz ularni umuman bir muammoli vaziyatga tashlamasak, qanaqa qilib stress bo'lishi mumkin degan bizda juda ko'p savollar bo'lishi tabiiy. Afsuski, stress degan so'z faqatgina muammolar yuzaga keldi degani emas. Stress degani insonni bitta jarayondan boshqa bir jarayonga nisbatan qabul qilishida qiyinchiliklar bor degani birinchi navbatda. Stress degani bizni aqlimiz insonda bitta jarayondan ikkinchi jarayonga nisbatan o'tish boshlandi degani. Chunki inson ma'lum bir jarayondan boshqa bir jarayonga vaziyat o'zgarganda bu haqda bizni aqlimiz xabar beradi. Va qarabsizki, stress degan bizda signalizatsiya ishlashni boshlaydi. Bolalardagi stressning asosiy sababi, ya'ni mavzu davomida to'xtaladi. Hozir esa uni belgilarini aytaman. Bolalardagi stressning belgilari. Bolalar yig'loqi bo'lib qoladi. Deyarli barcha vaziyatlarda fikrlarini yig'lab tushuntiradi. Injiqlanadi, uyqusi buziladi, uyqu tartibi buziladi, bolaning kundalik rejimi buziladi. Judayam har bitta vaziyatda injiqlik bilan dog'dilab, baqirib javob beradi. Qiziqishlarini erkin bildira olmaydi. Fikrlarini birdan bildirish hisobiga duduqlanish paydo bo'ladi va shunga o'xshagan yondosh kasalliklar paydo bo'lishni boshlaydi. Va bundan ota-onalar xavotirga tushishadi. Aynan kasalliklar boshlanganda ota-onalarda farzandlari yuzasidan nimadir qilish kerak degan qaror paydo bo'ladi. Chunki bolada odatdagi rejimda nimadir o'zgargan. Aynan kasalliklar shunaqangi bir ajoyib xususiyatga egaki, u insonning diqqatini tezroq torta oladi. Balkim shu sababdan bolalar ma'lum bir jarayonlarni gapirmasdan bizga kasallik ko'rinishida ko'rsatadi. Endi qanaqa qilib stress paydo bo'ladi? Stressning sabablari juda ko'p. Odatda birinchi stressning sababi, bolalardagi stressning asosiy sababi biz ularni yosh xususiyatlarini hisobga olmasdan muloqotda bo'lishimiz. Ularni xohishlarini to'liq eshitmasligimiz. Ularni dunyolari haqida majoziy ma'noda aytganda juda kam ma'lumotga ega bo'lishimiz yoki ega bo'lishni ham xohlamasligimiz. Va eng yomoni bolalarni o'z mulkimiz kabi ko'rishimiz. Bu bir nechtasi va boshqa yondosh holatlar mavjud. Bola oilani bir a'zosi. Shu bilan birga bola har qanday jarayonda o'zini fikrini erkin ayta olishi mumkin bo'lgan mustaqil inson. Xoh u 1 yosh, xoh 2 yosh, xoh 10 yosh, xoh 15 yosh. Yana bizdagi eng katta xatolarimiz ota-onalarda bolani yoshiga qaramasdan mustaqil fikrlash qobiliyatini biz hisobga olmaymiz. Va bu bolada ma'lum bir jarayonlarda stress holati javob berishiga sabab bo'ladi. Ya'ni ozgina bo'lsa ham stress holati qanaqa qilib yuzaga kelishi sabablari haqida to'xtaldik. Endi qanaqa qilib chiqishi mumkin? Hamma videolarimda men sizga davom etamanki, sizdagi qaysidir jarayon sizni qiynasa, albatta mutaxassisga murojaat qiling. Xuddi shunaqa birinchi bo'lib men sizga psixologga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman. Nega? Chunki aynan psixolog bu borada sizga ilmiy, nazariy va eng muhimi chiroyli yechimlarni taklif qila oladi. Chunki bu borada u oliy ma'lumotga ega.
Keyingisi, qanaqa qilib psixologga murojaat qilmasdan turib bu jarayonda bola bilan muloqotni to'g'irlash mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa qilib uy sharoitida, uy holatida mutaxassisga murojaat qilmasdan turib bu holatni to'g'irlash mumkin? To'g'ri topdingiz. Birinchi navbatda ona bu jarayonga tayyor bo'lishi kerak. Agar ona bolasidagi stressni bolasi yashab o'tishi va bu holatdan chiqishiga yetarli darajada onada baza bo'lmasa, ona yordam bera olmaydi. Bola ko'p vaqtini kim bilan o'tkazadi? Bola ko'p vaqtini onasi bilan o'tkazadi. Shu sababli birinchi navbatda bu vaziyatga onasi tayyor bo'lishi kerak. Keyingisi, bolalarga erkinlikni cheklamang. Ya'ni bizdagi qilinadigan birinchi xato bu bolani tabiat bilan bo'ladigan munosabatlariga bildiradigan qarshiliklarimiz. Ya'ni biz bolani aynan tabiat bag'rida aylantirishga olib chiqamiz, lekin sharti bor. Kiyimlarini rasvo qilmasligi, qum bilan o'ynamasligi, gullarni uzmasligi, yugurmasligi va hokazo shartlar bilan. Ya'ni bolaga ma'lum bir shartlar evaziga bu jarayonni taklif qilamiz. Va qarabsizki, bizni sizga beradigan asosiy taklifimiz tabiat terapiya sizga ish bermaydi. Keyin siz menga murojaat qilasiz. Men bolamni tabiatda ko'p sayr qildiraman, lekin bolam baribir injiq. O'zingizga savol bering. Siz bolangizni tabiatda aylantirishga olib chiqarkansiz, bolangizga qanaqa shartlar qo'yasiz? Keyingisi, men buni mehr terapiya deb nomlayman doim. Bolangizni ko'p ochamiz. Aynan mehr terapiya hamma kasalliklarning davosi. Bu faqat bolalarda emas, kattalarda ham aynan ko'p kasalliklarni davolash xususiyatiga ega mehr terapiya. Bolangizni ko'p ochamiz. Keyingisi, bolangizni ranglar dunyosi bilan tanishtiring. Aynan rangli pisoklar, ranglar, mayli u chiroyli chizish shart emas. Agar bildirgan fikrlarimiz sizga qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada qoldiring. Aynan keyingi gal qaysi mavzu yuzasidan sizga takliflar berishimizni xohlardingiz? Fikrlaringiz men uchun juda ham muhim. Ishoning, har bitta kommentariyani o'zim mustaqil holatda o'qib chiqaman. Vaqtingizga rozi bo'ling. Chunki insondagi eng katta ne'mat bu uni vaqti. Inson vaqtini to'g'ri taqsimlay olar ekan, ishoning, u hamma narsaga ulgura oladi. Ishimda baraka yo'q, vaqtimda ishlarimga ulgura olmayapman degan insonlar odatda vaqtini to'g'ri taqsim qilish joyida xato qilishadi. Vaqtingizga rozi bo'ling, ehtiyot qiling. Inshaalloh keyingi video darsliklarida ko'rishamiz.